Assalomu alaykum. Bugun Oyjonim retsepti asosida sizlarga qalampirli achchiq yangicha retseptni birgalikda tayyorlaymiz. Qishni g'amini yozda yegin degan maqol bejizga emas. Yoz faslida hamma sabzavotlar vitaminlarga boy bo'ladi. Qani endi boshladik. Bismillah deb boshlaymiz ishimizni. Bizga 30 kg pomidor, 10 kg bodring, 8 kg salatoviy qalampir va 6 kg oddiy achchiq qalampir kerak bo'ladi. Selder, ukrop, kashnich ko'katlari, 1 kg chesnok, lavr, murch, tuz, 2 litr yog' va kirishga yopish uchun kerak bo'ladi. Hamma sabzavotlarimizni birin-ketin muzdek suvga yaxshilab yuvib olamiz. Pomidorlarimizni to'rga bo'lib olamiz va miksirovkamizdan chiqaramiz. Bismillah deb qozonimizni qizdirib 1 litr yog' solamiz. Yog'imiz qizigandan so'ng salatoviy qalampirlarimizni qovurib olamiz va oddiy qalampirlarimizni ham asta solamiz. Yaxshilab qovurganimizdan keyin miksirovkadan chiqqan pomidorlarimizni qo'shamiz va archib qo'yilgan chesnoklarimizni chesnok maydalagichdan chiqarib solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. 20 minut qaynatamiz. Undan keyin selder, ukrop, kashnich 4 ta bog'dan to'g'rab qo'shamiz va tuz solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Ozginadan so'ng lavr, ozgina murch solamiz va qaynatishda davom etamiz. Qalampirli achchig'imizni ranglari juda ham chiroyli chiqyapti. Sterillangan bankalarimizni tayyor bo'lgan achchig'imizni solib yopib olamiz. Mana qish mavsumi uchun taomlar bilan birga iste'mol qilgani qalampirli achchig'imiz tayyor. Bu qalampirli achchig'imizni tayyorlab ko'rsangiz albatta sizlarga yoqadi. Ayniqsa uyingizdagi erkaklar uchun ayni muddo. Bu retsept asosida albatta tayyorlab ko'ring.